Xo'sh, men sizga hozir bitta istoriya aytib bermoqchiman. Ertalab men aylanib polностью hamma Londonni, tongi Londonni ko'rdim. Hamma sport bilan shug'ullanadi, kimdir ishga ketyapti, kimdir velosipedda aylanib yuribdi, kimdir peshkom menga o'xshab. Короче, men o'zimni kelajakdagi versiyamdan so'raganman. Ya'ni hayotim bir joyga kirib yotgan bo'lgan, depressiyaga kirganman va men o'zimdan so'raganman. Kelajakdagi versiyamni tasavvur qilganman. Va o'sha vaqtda men Britaniyada yashab yurgan holatimni ko'rganman. Tushunyapsizmi? So'raganman. Nafisa, sen shunaqa успешный bo'libsan. То есть men уже boshqa, то есть men hozirgi versiyamni ko'rganman. Sen shunaqa bo'libsan уже. 5 yildan keyingi versiyamda. Qanday qilib sen bu narsalarga erishding? Sen просто meni orzuyimda yashayapsan. Sen Britaniyada yashayapsan. Sen o'zingning qalb kasbing bor. Sen успешный ayolsan уже. Sen o'zingni qabul qilasan, sevasan. Qanday sen bu narsaga erishding? Va o'shanda meni hozirgi versiyam xuddi men odamlarga sizlar hayotlaringizni o'zgartiringlar, insonlar qayta dasturlashlaringiz kerak, polностью kelinglar, polностью qayta dasturlaymiz. Hamma avlodlar programmasi, o'zingizni programmangiz bilan shug'ullanamiz deb aytayotgan gapimni menga o'tmishdagi versiyam mendan so'ragan. 5 yil oldingi. Va men aynan hozirgi versiyamdan so'raganman va o'sha hozirgi Nafisa menga 5 yil oldin aytgan. Hayotingni qayta dasturla, o'zgartir. O'zingni ustoz top. Va undan keyin ustozlarimni topishni boshlaganman, Allohdan so'rab va hayotimni qayta dasturlaganman. 2 oy qayta dasturlab, 3-oyga Buyuk Britaniyaga butunlay ko'chib kelganman. Mana уже 3 yildan beri Buyuk Britaniyada yashayman. Va men uchun уже Buyuk Britaniya o'zi o'yimday bo'lib ketdi. To'g'ri, men juda ham ko'p davlatlarda yashaganman. Malayziyada yashaganman, Kuala Lumpurda, Ruminiyada yashaganman, Moskvada yashaganman. Уже Buyuk Britaniya meni xuddi o'zi ikkinchi uyimday bo'lib ketdi. Va men hozir sizga aytaman, hayotingizni qayta dasturlab o'zgartira olasiz. Boshqachasiga iloji yo'q, do'stim. Singlim, opamisiz, bilmayman. Akamisiz, ukamisiz vaqti bilmayman. Yoshingizda ahamiyati yo'q. Xohlang 60 bo'ling, xohlang 50 bo'ling, xohlang 70 bo'ling, xohlang 20 bo'ling. Absolyutni farqi yo'q. O'tirib noligandan foyda yo'q. Allohimni ayblashdi, foydasi yo'q. Bo'lmayapti, bermayapti deyishdi, foydasi yo'q. Noshukrchilikda foydasi yo'q. Zarari bo'lsa bo'ladi, foydasi bo'lmaydi. Qayta dasturlasangiz foydasi bo'ladi. Bu sizni Allohga yaqinlashtiradi. Так что qayta dasturlash sizni iymoningizni ham kuchli qiladi. Sizni tashqi ko'rinishingizda odamlarda уже o'zgarish bo'lishni boshlaydi. Odamlar sizga boshqacha munosabatda, boshqacha muomala qilishni boshlaydi. Короче, agarda o'zingizda millioner versiyangizda, agarda o'zingizda boy versiyangizda, baxtli, chiroyli, sog'lom versiyangizni yaratmoqchi bo'lsangiz, hayotingiz, hozirgi hayotingiz joningizga tegib ketgan bo'lsa, uni qanday o'zgartirishni bilmasangiz, kursda o'qib chiqqan bo'lsangiz, foyda bermagan bo'lsa, dugonangizdan, ayangizdan maslahat so'ragan bo'lsangiz, tем более foyda bermagan bo'lsa, men hozir 8.balance 60 kunlik kursimni startini berganman. O'sha joylar почти turli bo'lib, sizda hozir shunaqa imkoniyat bor. Oxirgi joylarga ilinib qolish imkoniyati bor. Siz hozir to'g'ridan-to'g'ri kela olmaysiz. Kelishingiz uchun sizga havola yuboriladi. Hozir mana bu pastdagi linkda, hozir men pastda havola qoldiraman. Havolani bosing. Ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin bo'ldi. Qolganini biz filtr qilamiz. Agar filtrdan o'tsangiz, sizga aloqaga chiqamiz. Va sizda 8.balance 60 kunlik kursimga qabulni qo'lga kiritasiz va darslarni boshlaysiz. Darslar boshlanishiga juda ham sanoqli kunlar qoldi. Joylar ham sanoqli qoldi. Shoshilib qoling. Haqiqatan ham hayotingizni o'zgartirmoqchimisiz yoki shu balchiqda qolib ketmoqchimisiz? Tanlov o'zingizning qo'lingizda. Darsda ko'rishguncha. Keyingi manzilda, ya'ni 8.balance 60 kunlik tizimda ko'rishguncha.
Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana bitta narsa aytaman qo'shimchasiga. Mo'jizalar bor. Mo'jizalar haqiqatan ham bor. Agarda mo'jiza bor deb ishonsangiz, haqiqatan ham bor. Agarda sizda mo'jizalaringiz, ya'ni siz so'rayotgan narsalaringiz sizga berilmayotgan bo'lsa, demak siz unga tayyor emassiz. Tayyor bo'lishda ham albatta birga o'rganamiz, birga tayyor bo'lamiz. 3000 dan ortiq o'quvchilarimni hayoti o'zgardi. Ular o'zlarini orzusidagi hayotni yaratdi, millioner versiyasini yaratdi, baxtli versiyasini yaratdi, chiroyli versiyasini yaratdi va sizda ham shunaqa imkoniyat bor. Давайте.